Bizda bugun turkcha tovuq sho'rva retseptni sizlar bilan bo'lishaman. Qizib turgan qozonchamizga yog' solamiz. Sabzi va piyozimizni ikkiga bo'lib, yaxshilab qizartirib, qovurib olamiz. Qizargan masalliqlarimiz ustiga suv solamiz. Tovuq go'shtlarimizni va 2 zubchik chesnok, lavri yaprog'i, tuz solib 2 soatga miltillatib qaynatamiz. Tovamizga bir bo'lak sariyog' solib qizdiramiz va shunaqa kichkina makaronchalarimizni yaxshilab qovurib olamiz. Shunaqasidan ishlatdim. Yaxshilab qovurib, ustidan bir qoshiq tomat pastasini solib qovuramiz. Undan keyin bir qoshiq un solamiz va ustidan muzdek suv solib, yaxshilab aralashtirib, chekkaga olib qo'yamiz. Bulyonimizni ichidagi masalliqlarini olamiz va boyagi massamizni solamiz bulyonni ichiga, yarim soat qaynatamiz. Go'sht bilan sabzimizni to'rtburchak qilib to'g'rab olib, shunaqa chiroyli qilib suzamiz. Juda ham mazali chiqadi. Tayyorlab ko'ring. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying.